8 sotixli 5 xonali hovli sotuvda. Manzil Termiz shahar, Jo'yjangal mahallasi 5-maktab yonidan ichkari kiriladi. Hovlimizning tashqi fasadi 30 metr, kuzatuv kameralari o'rnatilgan, qurilish qilish uchun alohida joyi bor. Hovlimizga darvozaxonadan kirib kelish, 4 ta 5 ta mashinaga bemalol joy bor. To'g'rida kladovka, sanuzellar joylashgan. Hovlining o'ng tomonida огородный zonasi, ya'ni zelen zona joylashgan. Hovlimizda tok, suv, gaz barcha sharoitlari bor. Hovlimiz 100% pishgan ishdan qilingan, tepalari plita bilan yopilgan. Hovlimizda 5 ta xona joylashgan. Birinchi xona zalimiz uzunligi 11 metr, eniga 4 metr, parda gilamlari bor. Uyga kirilganda o'ng tomonda oshxona qilingan. Oshxonadan to'g'riga kirilganda prixoshkada ikki tomonda ikkita zal, yonida bitta televizor ko'rish uchun xona va bitta spalni joylashgan, konditsionerlari o'rnatilgan. Hovlimizning narxi 8 million, naqd va ikkilamchi kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Yil yangi mashinaga Termiz shahridan kvartiraga bartira bor. Pastda xonadon egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Katta sotixli hovli qidirib yurgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying.